Allohim bizlarga azizlar bu hayotni bir imtihon uchun ato qildi. Har bir mo'min musulmon borki, bu dunyoga kelishligidan ko'zlagan oliy maqsadi Alloh taoloni bandasi ekanligini doim his qilib, Allohning rahmatini umid qilib, jannatga daxil bo'lishlikni orzu qiladi. Maqsadimiz shu. Bu maqsad yo'lida bizlarga Alloh o'zi imkoniyat beradi. Allohning mehribonchiligini qarangki azizlar, biz bir qadamimizni ham, bir nafasimizni ham Allohning irodasiz ola olmaymiz, bosa olmaymiz. O'zi imkoniyat yaratib, o'zi sihat salomatlik berib, o'zi sharoit berib, yana mana shu bergan sharoitida qilgan ibodatimizga ajr beradigan Robbimizdan ortiqroq mehribon zot bormi azizlar? Alloh bizga o'zi beryapti sharoitni. Agar Alloh qodir qilmasa, nafas ham ola olmaymiz. Qarangki, bu ne'matlar ichida Alloh bizga umr ne'matini, hayot ne'matini berib, o'zi bergan shu ne'mat uchun ham Alloh bizga ajr, mukofotlarni ko'paytirib berar ekan. Bugun sizlar bilan mana shu umr, xususan yoshi ulug'larni, yoshi kattalarni qanchalik darajada yurtimizda barakotli ekanligini, islomda ularning qadri qay darajada ekanligini eslamoqchimiz. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki: "Al-abdul muslim idza balagha 40 sana khaffafa Allohu hisabahu." Agar deyaptilar Rasulimiz alayhisalom, bir mu'min banda 40 yoshga kirsa, bu gap azizlar mu'min, musulmon, taqvoli banda haqida ketyapti. Khaffafa Allohu hisabahu dedilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Shu bandani Alloh hisobini yengillashtirib qo'yar ekan. Ichingizda 40 ga kirganlar bo'lsa, Allohga shukr aytishimiz kerakki, Alloh bizni hisobimizni yengillashtiryapti. Hali aytganimdek, o'zi umr beryapti va o'zi buni mukofotini ham beryapti. Va idza balagha 60 sana razaqahu Allohu inabata ilayh. Agar 60 yoshga kirsa, Alloh uni inobatga rizqlantirib qo'yar ekan. Tavba qilishlikka, tariqat, yaxshi yo'lga yo'llab qo'yar ekan azizlar. 60 ga kirgan odamda o'z-o'zidan mana shunaqa to'g'ri yo'l, taqvo, muhabbat, go'zal bir axloqlar, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning tariqatlari u odamning qalbiga kira boshlar ekan. Buni o'sha yoshdan o'tganlar o'zi yaxshi biladi. Alloh o'zi ilhom berib qo'yadi. Idza balagha 70 sana, agar 70 yoshga kirsa, ahabbahu ahlus samo dedilar. U insonni samo ahli yaxshi ko'rib qoladi, ya'ni farishtalar yaxshi ko'rib qoladi. Uyingizda 70 yoshga kirgan otangiz yoki onangiz bo'lsa, bilingki, sizni xonadoningizda osmon ahli yaxshi ko'radigan bir zot bor. Shuning uchun ham ularni yuziga qarasangiz bir farishtalik bo'lib qolar ekanda. Go'zal bo'lib qolar ekan, nur, munavvar bo'lib qolar ekanlar. Chunki o'sha ahli samo yaxshi ko'rganligi uchun. Idza balagha 80 sana, mu'min musulmon bandaga Alloh umr berib, ibodatli go'zal hayot berib, taqvoli hayot berib 80 yosh bersa, tabbatallohu hasanatihi va maha anhu sayyiatihi dedilar. O'sha bandani Alloh qilgan barcha savob amallarini daftarida sobit qatarib qo'yar ekan, gunohlarini o'chirtirib yuborar ekan. Ilohim hammamizni mana shu yoshga Alloh nasib qilsin. Ha azizlar, uyimizda bu yoshga yetgan ulug'larimiz bo'lsa, ko'cha-ko'yda ko'rsak, uyda bo'lsa, bularni g'animat bilish kerak. Islom dini kattalarni hurmat qilishlikka, ularni duolarini olishlikka, ularni g'animat bilishlikka targ'ib qiladi.